Instagramda hamma 3 ta stakandan birinchi qilayotgan paytda kelinglar biz sizlar bilan noodatiy usulda 3 ta stakandan olmali pirog tayyorlaymiz. Manniy kurpa, shakar, unni sovolib yaxshilab aralashtiramiz. Razrahitl bilan vanilini ham begona qilmaymiz. Hamma masalliqlarni sovolib yaxshilab aralashtirib, xuddi men ko'rsatganimdek birinchi qavatiga quruq masalliqlarni solib, ustidan terkadan chiqarilgan olmani solamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda qilib olamiz. Bu retseptni chet el blogerlaridan oldim. O'zim ham rosa ikkilanib qildim, o'xshirmikan qilinishi ham noodatiy ekan deb, lekin natijani oxirida ko'ringlar. Jonimdan o'tadi bugun alamlar, seni avradimi qoshu qalamlar. Isming aytib yondim yurak